folikulometriya qilishda o'zini qonun qoidalari borda. Folikulometriya qilishda mana bizada qonun qoidasi bo'yicha mana ekspert vrachimiz Fatima opa kelganlar. Mana bu birinchi folikulani topib olamiz va uni yaxshirab kontrolni to'g'irlaymiz. To'g'irlaganimizdan keyin mana apparatning nastroykasi bo'yicha mana bu to'rtburchak lupacha ko'ryapsizlar, toch o'lchash kerak. Mana bu chegaradan qo'yiladi va bu yoqqa qarab tortiladi. Ko'rdinglarmi? 17. Keyingisi mana bu yerga qarab tortiladi. Tortilganda mana 13.3 chiqadi. Вообще haqiqiy yaqindan olib ko'rganda folikula o'lchami shunaqa kichkina emas, chunki 12-kun bo'lgan endi. Lekin yomon 12-kun uchun zo'r. 17 ga 13 chiqyapti. Bu haqiqiy o'lcham hisoblanadi folikula. Mana shunaqa o'lchani. Bizada mana bunaqa qilib o'lchab berishadi folikula. Mana bu yerdan mana bungacha tortadi, mana bu yerdan mana bundoq o'lchab qo'yadi. Bu noto'g'ri o'lcham. İçidan o'lchanadi. Ichiga hamma joy konturlar aniq belgilab olib o'lchanadi. Shunda biz folikulometriyani to'g'ri olib borgan bo'lamiz va homilador bo'lish ehtimolligi qancha diagnostika to'g'ri bo'lsa ko'proq bo'ladi.